Dostlar, havolar salqinlashib boshladi. Havolar salqinlashgan vaqtida yubka kurtkalarga talab ortadi. Ko'rib turganingizdek zo'r kurtkalarimizga kelgan Xitoy mahsulotlari bo'ladi. Qo'llar ham manjetkali bo'ladi. Ko'rib turganingizdek zamoklar ham polni beklanib ochiladi hamda esa usti beklab knopkali bo'ladi. Shunday kapishonlar ham bor. Ko'rib turganingizdek ichindagi materiallarga keladigan bo'lsak, yumshoq bo'ladi. Udobniy. G'ozni patindan bo'lgan do'stlar, ko'rib turganingizdek. Bularni svetlarni bir qator ko'rib chiqamiz. Sizlarga qora svetini tavsiya qilib qolamiz. Zo'r variantdagi qora sveti. Razmerine keladigan bo'lsak, razmeri XL, L razmeridan boshlab 4XL razmeridan bor. Ya'ni 75 kg odamdan boshlab 130 kg odamdan doğru keladigan razmerlari bor. Endilikda ko'rib turganingizdek tushunib bo'lmaydigan korishmaya o'xshash sveti do'stlar. Original vajda bo'ladi do'stlar bular. Ko'rib turganingizdek buning temno-siniy varianti ham bor. Keyin temno-siniyni ichi olib qo'yiladigan bor. Ya'ni ichindagi mexi olib qo'yiladi. Ichini mexini aytib berasizlar do'stlar. Hozir men XL razmerini giydim. Ko'rib turganingizdek dahshat variantda, yumshoq. Hozirgi pogodalarga to'g'ri keladi. Do'stlar, baholarni bilishni istasangizlar, biz YouTube kanalida to'liq baholar bilan sinchiklab ipini ignasidan video qildik. Kommentariya plus qoldirib qo'ysangizlar, men sizlarga to'liq baholar bilan ishlangan videoni tashlab qo'yaman. Ko'rib turganingizdek zo'r kurtkalarni Kral brendda arzon bahoda xarid qilsangiz bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz do'stlar. Kral brend uchun ham vaqtingizni sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.